Assalomu hammaga. Demak, ikkinchi masala yechimini o'rganishni boshlaymiz. Masala sharti quyidagicha. Har birining og'irligi p bo'lgan ishqalansiz bloklar rasmda ko'rsatilgandek tizim muvozanatda. F kuchining kattaligi 4p bo'lsa, x jismning og'irligi necha p bo'ladi debdi. Mana demak, quyidagi chizma berilgan. Bizda aytilyaptiki, F kuchining kattaligi 4p ga teng deb. 4p. X jismning og'irligi qancha bo'ladi? X jismning og'irligi necha p bo'ladi debdi-da. X jismning og'irligi so'ralyapti. Xo'p, endi e'tibor bersak, mana bu ip bitta ip bo'lganligi uchun hamma joyda taranglik kuchi bir xil bo'ladi. Demakki, mana bu tomondan yuqoriga yo'nalgan taranglik kuchi mana tortuvchi kuchga teng bo'ladi. 4p bilan tortib turadi. Mana 4p yuqoriga qarab naq turibdi, tortib turibdi buni. Xo'p, mana bu yerda esa bu tomonga qarab yana 4p kuchi tortib turibdi. Ko'ryapsizmi? Mana bu tomonga qarab yana 4p tortib turibdi. Xo'p, masalada har birining og'irligi p degan blokning og'irligi bor bu yerda. Blokning og'irligi p ga teng, pastga yo'nalgan. Blok p og'irlikka ega. Yana o'rtada ip bor endi mana ip. E'tibor bering mana ipga. Mana bu ipda taranglik hosil bo'ladi. Taranglik. Taranglik hosil bo'ladi shu ipda. Demak, taranglashgan ip pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga tortadi. Va bu kuchlarning qiymati nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Taranglik kuchi t deymiz. T taranglik kuchi bor va mana bu ipga e'tibor beramiz endi. Mana bu ip bitta bo'lganligi uchun hamma joyda taranglik kuchi bir xil bo'ladi. Demak, bu yerda taranglik t bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda ham yuqoriga yo'nalgan t taranglik hosil bo'ladi. T taranglik hosil bo'ladi. Xo'p, endi biz mana bu taranglik kuchi t ni ikkiga ajratamiz. Gorizontal tashkil etuvchi tx, vertikal tashkil etuvchi ty. Vertikal tashkil etuvchi ty ga ajratamiz. Ty. Xuddi shu bu tomonda ham proyeksiyalanadi. Gorizontal tashkil etuvchisi tx, vertikal tashkil etuvchisi ty. Vertikal tashkil etuvchisi ty. Va tizim muvozanatda. Bloklarga raqam qo'yib olaman. Birinchi blok. Mana bu ikkinchi blok. Birinchi blok uchun tenglama tuzamiz. Qarang. Birinchi blok deb yozib qo'yaman aka. Birinchi blok uchun tenglama yozamiz. Birinchi blok uchun x o'qda natija yukishni nolga tenglashtiramiz. Ya'ni nima bo'lyapti? Sistema muvozanat turibdi. E'tiboring. Tizim muvozanatda turibdi, tinch turibdi. Tinch turishi uchun, tizim tinch turishi uchun Newtonning birinchi qonuniga ko'ra sistemaga ta'sir qiluvchi natija yukish 0 ga teng bo'lishi kerak. Agar kuchlar x, y o'qiga proyeksiyalanadigan bo'lsa, x o'qida alohida kuchlar 0 ga teng, y o'qida alohida 0 ga teng. Gorizontal x o'q o'tgan deymiz. Mana shu o'qdagi kuchlarni x o'qidagi kuchlar deb ataymiz. Mana bu o'qdagi kuchlarni esa y o'qdagi kuchlar deb ataymiz. Y o'qima. X va y o'qlarni o'tkazib oldik. Birinchi jism uchun qaraganmizda, endi birinchi blok uchun tenglama tuzadigan bo'lsak, birinchi blokka e'tibor bering. O'ng tomonga yo'nalgan 4p, chap tomonga yo'nalgan tx ta'sir qiladi. Demak, ikkalasi birga teng ekan. Demak, yozib qo'yaman. Tx teng 4p ga. X o'qida chapga qarab tx, o'ngga qarab 4p bor ekan. Y o'qida endi. Y o'qiga e'tibor beramiz. Y o'qida yuqoriga qarab 4p, pastga qarab p, pastga qarab ty bor. Demak, qarama-qarshilar tenglashtiraman. Pastga qarab ty bor ekan. Teng, pastga qarab ty plyusdan pastga qarab p bor va yuqoriga qarab 4p bor ekan. Bundan biz ty ni topadigan bo'lsak, 3p bo'lishi kelib chiqadi. Ikkalasidan Pifagorga ko'ra taranglik kuchini o'zini topsak bo'ladi. Taranglik kuch iltizosida tx ning kvadrati ty ning kvadratiga teng. Taranglik kuchining son qiymati kelib chiqadi bizda. Tximiz 4p ning kvadrati, tyimiz 3p ning kvadrati. Bundan nima chiqadi? 5p chiqadi. Mana biz demak birinchi blok uchun tenglama tuzib oldik. Endi ikkinchi blokka qaraymiz. Ikkinchi blok uchun tenglama yozamiz. Ikkinchi blok uchun tenglama yozadigan bo'lsak, agar mana bu yerda ipning taranglik kuchini so'rab qolgan deydi mabodo mana. Bu chap tomonga qarab tortib turadi hozir. Tx deb qo'yamiz.
tx shtrix deylik buni. tx shtrix deymiz. Agar x o'q uchun tenglama yozadigan bo'lsak, bunda ham x o'q uchun tenglama yozadigan bo'lsak, chapga qarab tx shtrix, o'ngga qarab tx bor. Ikkalasi birga teng bo'ladi. Demak, yozib qo'yish mumkin. tx shtrix teng bo'ladi tx ga. Bu ham teng bo'ladi 4p ga. Agar tx shtrix mana shu yerdagi ipni taranglik kuchi so'ralganda javob 4p bo'lar ekan. Bu turib turadi. Endi y o'q uchun tenglama tuzamiz. Y o'q uchun tenglama tuzadigan bo'lsak, y o'qiga e'tibor bering. Qanaqa o'xshatib tashlab, tepaga qarab ty ko'tarib turibdi. Pastga qarab mana x jismning og'irligi bor, shuningdek pastga qarab mana blokning og'irligi bor. Blokning og'irligini kiritaman shu yerga qarang. Blokning pastga qarab p og'irligi bor. Pastga qarab x jismning og'irligi bor. Buni px deylik. Bizda mana shu px qancha deb so'ralgan bo'lsin. Boshida px qancha deb so'ralgan bo'lsin. Bo'ldi, qarama-qarshi tenglashtiramiz. Tepaga ty, pastga p va px lar bor ekan. Px bu x jismning og'irligi. Tenglashtiramiz. Nima bor ekan? Tepaga qarab bitta taranglik kuchi t bor ekan. Tepaga qarab ty bor ekan. Pastga qarab p va px bor ekan. Mana bizda mana shu yerda o'rniga qo'ysak, y o'qini ishlab chiqsak yetarli bizga. T plus ty'imiz necha bo'ldi? T'ning o'zi necha bo'ldi? O'rniga qo'yib ketsam bo'lar ekan, birodarlar. T'ning qiymati necha bo'ldi bizda? T'ning qiymati 5p bo'ldi. 5p ga qo'shaman. Ty qancha bo'ldi? Ty'imiz mana 3p chiqqan edi menga. Bunday olib qo'ysak bo'ladi mana. Demak, ty'imiz 3p bo'ldi. Barobar p plusdan px bo'ldi. Bizga px qiziq. Px ni topadigan bo'lsak, nima chiqar ekan? 7p chiqar ekan. Bizdan so'ralgan edi, x jismning og'irligi necha p ga teng deb. Javob 7p ga teng, ya'ni C javob bo'lish kelib chiqar ekan. Demak, ko'rgan bo'lsangiz, birinchi blok uchun alohida x va y o'qdagi kuchlar natijasini oldik, ya'ni 0 ga tenglashtirdik. Ikkinchi blok uchun ham alohida x va y o'qdagi kuchlarni natijasini 0 ga tenglashtirdik va ikkalasida bitta ip haqida gap ketayotgani uchun ipning taranglik kuchi o'rtadagi t bir xil bo'ldi. Proyeksiyalaganimizda ham qarang, mana o'rtada taranglik kuchi yuqori uchini pastga, pastni yuqoriga tortadi. Proyeksiyalaganimizda tepadan chapga qarab tx, pastga qarab ty, pastdan esa o'ngga qarab tx, tepaga qarab ty hosil bo'ldi. Mana shu ty'lar o'zaro teng. Txlar o'zaro teng. T esa tx va ty'da Pifagordan yig'indisi bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz. Va bloklarning og'irligi ham hisobga olindi. Nyutonning birinchi qonuniga ko'ra natijaviy kuchlar 0 ga tenglashtirildi. Va oxir oqibat x jismning og'irligi 7p ga teng bo'lishi kelib chiqdi. Shu bilan yakunlaymiz.